Tik formulasi deb nomlanadi. Yuzani topish uchun faqat yuzani topishga ish beradi. Bu yerda hozir mana bu chiziq o'tib ketayotgan, ya'ni kataklarda mana bu kesishgan nuqtalardan o'tib ketadigan tashqi nuqtalarni topib olganmiz. M ta bo'lsa, uni 2 ga bo'lganmiz. Keyin ichki nuqtalarni ham topib olganmiz. N ta bu ichki nuqtalar, ichidagi mana bu nuqtalar va keyin bir ayirib qo'yishimiz kerak ekan. Endi sanaymiz. Tashqi nuqtalar nechta? Bitta mana bu yerda. Endi katak bilan kesishgan joyda birorta ham yo'q. Mana bu yerda bor 2 ta. Bu yerda yana yo'q. Bu 3 ta. Bu yerda yo'q. Bu bilan 4 ta. Mana bu bilan 5 ta. Demak, tashqi nuqtalarimiz 5 ta ekan. 5 ta 2 ga bo'lamiz, 2,5 bo'ladi. Endi ichki nuqtalar ana shu ichida kataklarda kesishgan joylari sanab chiqamiz mana. Ichini bo'yab chiqaylik bularni. 2 ta, 3 ta, mana bu ham bor 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta. 10 ta ichki nuqtamiz bor ekan. Shu yerga 10 qo'shayganmiz. Keyin 1 ayirib tashlaymiz. Shunda necha bo'ladi? 12,5, 12,5 dan 1 ayirsalar 11,5 bo'lib qoladi. Yuzasi 11,5 birlik ekan. Mana shu katak aytaylik 1 sm bo'lsa 11,5 sm kvadrat deysizlar. Osonmikan?